Assalomu alaykum. Birinchi savolimiz ismingiz? Ismim Baxtiyor. Bizga kelishingizdan oldin nima bezovta qilardi? Ko'ks artroz degan suyak emirish kasallik paydo bo'ldi. Emirga tushib ko'rsam ikkinchi stepim dedi. Keyin yana o'zim bir harakat qilib ko'rdim, fiziologik foydasi bo'lmadi. Yana emirga tushsam 3-4-chi emirilishni berdi. Instagram orqali shuga keldim va shifo topdim. Qancha vaqtdan beri shu muammo bilan yashadingiz? 1 yil. Birinchi taassurot klinikamiz yoqdimi? Klinikada gap yo'q, xizmat qiladigan bolalarga gap yo'q, hammasi ajoyib. Doktorimizning muomalasi 1 dan 10 gacha necha deb baholaysiz? 11 baholayman, 11 bo'lsa. Davolanish jarayonida og'riqlik bo'lmadimi? Og'riq bordi, kamaydi naborot. Sehrli tabletka kutganmidingiz yoki uzoq muolajami? Men sehrli tabletka ukollar kutgandim. Bu yerda asosan igloterapiya, massaj, fizioterapiya, parafin, shunaqa bez ukol. Muolajadan keyin birinchi hissiyotingiz? Birinchi hissiyotim menda o'zgarish bo'ldi. Hayotga qiziqish ko'paydi. Hozir o'zingizda qanday his qilyapsiz? Oldin 100% oyog'im kasal bo'lgan bo'lsa, shuni 70% tuzaldi. Hozir o'zimni yaxshi his qilyapman. Eng ko'pi nima yoqdi? Natijami yoki servis? Menga natija va servis yoqdi, ikkalasi ham. Tavsiya qilasizmi yoki bu bir sir bo'lib qolasizmi? Yo'q, buni men shunaqa kasalliklar bo'lganlarga o'rtoqlarim shularga tavsiya qilaman. Sog'liq uchun pul ayash kerakmi yoki yo'q? Yo'q, sog'liq uchun pul ayamaslik kerak. Oilangizda natijani sezdimi? Oilamda natijani sezdi. Nevaralarim bilan ko'chani aylanib yuraman. Shifokorga bitta so'z bilan ta'rif bering. Shifokorga ta'rif yo'q. Bizning klinikani tanlaganingizdan xursandmisiz? Juda xursandman. Rahmat aka, savol javoblarimiz tugadi. Hali salomat bo'linglar, rahmat.